10'da, Beyjing vaqti kech soat 11'da, Ürümçi vaqti kech soat 9'da, Çöçek Dünyası programmasida sening talabingni cho'qim o'rinlab beraman qo'zam. Ha, bo'ldimi? Qachon vaqt bo'lsa? Anglayotganinglar Merkezi Xalq Radio stansiyasining Beyjingdan berayotgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yupurilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishtinglar, bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqubbay oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbeydirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, tishini to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini kirtlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itini yo'lchi bitaman. Manjolar toza hadidan eshibdi. Badavlat oliylardek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtim o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Ey tansiz arvohlar, jin shayatullah, sizlar bu chiroqni menga o'xshatdinglarmi? Undaq sizlar xato qildinglar. Qarab turinglarki, bu chiroq menga o'chmaydi. Texmi julolinib, ko'zinglarni olichakman qilib etadi. Sizlar qarg'agan Niyoz Hekimbekmi o'ylig'ininglardek dal mushu chiroqqa o'xshaydi. U qayta nurlanib va sizlarni hayron qoldirdi. Ishonmaysizlar? Meni ko'ringlar. Niyoz Hekimbek paygoh to'pisidagi uyuqdan bir qopoq yog' akilib, cho'yin chiroqni liqqida to'ldirib etdi. Degandek, o'chayotgan pelikka qayta jon kirdi. Yalquni bosh moltoqdek cho'ngiyib, Niyoz Hekimbekning chiroyini va butkul qabulxonini yo'rtishga boshladi. Ko'rdinglarmi? Mana mundaq bo'ladi. Biroq bu chiroq qancha yo'riq yalqunlamasin, qanchalik yiroqni yo'rtmasin va qanchalik tamanno baxsh etmasin, tam to'rislarda bulung puchqoqlarda morishib yurgan heliqi qisoskor chiroylarni, o'tliq ko'zlarni zodila qo'llab yetolmadi. Ko'z guhriga konidek choplashib olgan bu kushandilar uning eg'iz burnidan, topinidan kirib, butun sezgu nervlariga o'rilishib oldi. Bu qaytmas kushandilardan qutulolmaydiganiga ko'zi yetgan Niyoz Hekimbek oxiri o'ch olg'uchi ruh va arvohlarga to'lgan bu shafqatsiz yurtni tark etish qaroriga keldi-da, odati bo'yicha tong yo'rimasila yo'lga chiqib ketdi. Shu kuni namoz zaruriyati yoki turmush halakchiligi bilan tong yo'rishig'ila talog'i chiqqan xotin erkaklari oppoq qorliq ko'chada 20 necha ot qechirining tuyoq izini tasodiban ko'rib qolishdi. Va bularning nemadan derak berdig'ini bilib beqish uchun ta Qoraqosh darvozasigacha iz qo'g'lab berishdi. 50-bob munofiqning tushi. Yakan Qashqar xon olvinining tog'dek eg'ir yukini zimmasida ko'tarib kelgan bu betalay shahar Muhammad Yunusjon Datqoqning oxirgi kunlarida davosiz betobdek holsizlangan edi. Boshqasini qo'yib turpandimu Xudoning qutlug kuni Qashqar tarafga to'shiladigan necha yuz, hatto necha ming uloqliq osh uzuq bechora dehqonning qinini quritib, yilikini sho'rab turadi. Yakan shahriga tushirilgan xarajat beji, Tanab beji, o't zamon puli, tariqora, kapsan va zakot deydigan tugumas boj xaraj to'g'ridan to'g'ri oshliq hisobiga sundiriladi-da, dehqon qo'lidan biroqli tortib elinib, Qashqar lashkarlarining jang otlariga yem qilinadi.
Qo'ttas quyruqi esilgan dastak ko'targan durg'u to'qsobalar, bek sarkarlar uyma-uy qatrab yuradi. Hisobi yo'q boj-xiroj va cheki yo'q namoratlikqa chidamagan g'ayrib g'urvalar el yurtni tashlab, yiroq dashti boyavallardan makon tutishgan edi. Tarvisiz sahro, odamsiz mahallalar, qum bosgan bog'lar qadamda bir uchrab turadi. Milodiya 1877 kechkuz oylarining bir kuni. Muhammad Yunusjon Dodxoh qayoqlargadir g'oyib bo'ldi. Chiroyidan kulga yig'ib turadigan bu qattiq qo'l Hokimbekdan zerikkan puhralar andig'u obdinroq kun ko'rarmiz deyishib og'zini tatliq qilishdi. Hokimbek ketdi, lekin uning farmonlari o'z petichi qiliverdi. Shu kunlarda Oqsuvdan Seriq bo'yiga, u yerdan yagani qaytib kelgan bir kishi Xoqoni chincheriklari kelib yetibdi degan bir xabarni akilib edi. Dili suniq odamlar umid qo'yashi tuqqandek, zamonni o'ngshaydigan adolat elchilari kelayotgandek xush bo'lishib, yoq puritishdi. Moralbeshi tarafga qaraverib, ko'zlari teshilgudek bo'ldi. Cheriklarning oyoqlariga poyandoz qilib solg'ili kigiz gilamlarni taxlab qo'yishdi. Darvaqa bu xabar yeyilib uzoq o'tmay, kutgan cheriklarmu yetib keldi. Dongfushang va uning mingchi cheriki yakan bozoriga kelib, tutadiganini tutib, so'laydiganini so'lab, kam kutisini g'amlab olgandan keyin bir xon ombol va 500 odamini tashlab qo'yibla Xotan tarafga o'tib ketdi. U cheriklarmu koni divan uylariga joylashib elib, bahramon langyab yetiverdi. Ularning cho'ngroq biror ish qilolmayotganidan xafa bo'lgan jamoat nazarini Dongfushang ketgan tarafga og'dirdi. Turqidan suloli cheriklarining cho'ng'iga o'xshab ketadigan Dongfushang Xotandan xeyli cho'ng bir karvonni oldiga solgan beti yakanga qaytib keldida bir kecha qo'nibla Qashqar tarafga o'tib ketdi. Dal shu kunlarda puxra ko'ngliga tasalli bo'ladigan, hammaning ditiga yoqadigan yana bir yangi mishmish gap dal g'adigarlikdan tarqaldi. Moziri sangilab turgan juljul chapanga yo'gilib, beshini ichiga tiqib yuradigan uzun quloq shahar namoratlari Xotandan bir murravvatlik musulmon Hokimbek kelamish. U diniy ahkomni iziga silib, Nushravanning yo'lini tutqudak. Och zirillaga xalliq omborni ichib bagudakmish. Degandek gap so'zlarni shaharning bulung puchqoqlarigacha purqilib o'tdi. Dili Allohga yaqin ba'zi kishilar tilaklarimiz hal bo'ladigan o'xshaydi. Alloh bizga xotanlik bir hokimni ravo ko'ribdi. Bumi ishimizning o'ngi tortqini. Xotanliklar bizga o'xshash sodda, oq ko'ngil keladi. Boshqalarning beshida yangoq chiqishni uqmaydi. deyishdi va ata oqshimi o'gizlarga chiqib Xotan yo'liga qaraydigan bo'lib elishdi. Bu xabardan ko'ngli suyungan o'lima allomilar yangi Hokimbekning oyig'i yarashsa, yurtimizning Said Xallo zamonidagi saltanatini yana bir martam ko'ribmi qolamiz, deyishib ko'zlarini yoshlashdi. Yurt ahliga xushxabar yetkazib, ko'ngildagidek suyunchi olmoqchi bo'lgan bir sho'x yigit uch qovaliq bir atigini qog'iliq yo'lidan eshikini choptirgan peti kelib, yangi Hokimbekning ang kechikkandamu shu kuni namoz degardan burun kelib qoladiganini aytdi. Yakan bozori birdilla oyim kunlardagidek jonlanib ketdi. Odil mansablarning qadrini biladigan talay kishilar kun chiqish tarafga yuzlandi. Yangi Hokimbek sharpiga poyandoz solg'uvchilarning oldi Yakan daryosining qirg'oqlariga qadar yetib bordi. Sanjoq odamlar turib ketgan daryo bo'yida tanglimot yeyib, yem va puxta chedirlar tikildi. Necha cho'g'dan cho'q qo'yilib, chedir ichi tomuz kunlardagidek isitildi. Qo'liga tegmay oldirab yurgan chumballik ayollar, torinib, yasinib chiqishgan qiz cho'kallar non to'qach, rishala, qaymoqlarni tizib, hordiq chayining hozirligini taqilib qo'yishdi. Xizr sifat yurt mo'tivarlari pok-pokiz sallisini, to'nlarini kiyib, daryo qinining o'ttirisiga yig'ilgan suv bo'yigacha kelib, hurmat saqlab tik turishdi. Ani keldi! Yangi Hokimbek keldi! Poskamgacha oldiga berib, yangi Hokimbekni yiroqdan ko'rishga muyassar bo'lgan heliqi sho'x yigit Hokimbekni bir qarashdila to'nib oldi.
va sur eshigining ustida xuddi usta sarvozdek tik turib chavakchilib varqiraverdi. Odamlar to'pi do'lqinlagan dengizdek tavrandi. Hayajonliq pichirlashlar, kulki tabassumlar, naqshi madhiylar daryo suyining shovqini bilan qo'shilib, texmu tantanalik tus oldi. Olamonning keynida turganlar bo'ynini g'ozning bo'ynidek so'zishdi. Oldida turganlar sallisining patlisini tuzashtirib, to'llarining yoqisini ko'tirib, gelini qirishdi. Qo'llarini qovushtirgan peti demini to'xtatdi. O'ng'icha yangi hokimbek bo'lsa kerak, to'mir böklar orasidan faqat ovarning sallisili ko'rinib turgan bir kishi 20-cherikning himoyasida qirg'oqdagi yanto'liq bilan daryo qiniga tushdi-da, otlarni devitib suv bo'yiga yetib keldi. Qirg'oq tarafdan tuyuqsiz nag'ri sunay ovozi anglandi. Yurtdoshlarni hayron qoldirmoqchi bo'lib, nag'ri sunaylarni chopiniga yo'gab akelgan nag'ma ustunlari daryo bo'yini birdilla chong keltiribdi. Suv bo'yigacha ist uzumidek g'ujbek bo'lib kelgan otliqlar otlarini suvga solgandilar, ondan bir-biridan ayrildi. Etida haqollada kerilib o'ltirgan sallilik kishining qotmol chiroyi necha yuz jup ko'z oldida birdilla oshkora bo'ldi. Assalomu alaykum, shoni shavkatlik hokimbek janoblarining muborak qadamlariga hisobsiz sharaflar bo'lsinki, ishtoatlariga bosh egmish ushbu yurtning qozi kaloni. Yakan puhralarining samimiy ixlosi bilan tutgan fasohatlik so'z turdanlarni texi yermiga yetkazmayla, nafs Osmoniy Qur'onni qo'shqo'llab tutib olgan yurt qozi kalonning tili kalvalishib qoldi. O'ziga zongli qilayotganda qiyofatda qarab turgan hokimbekka yana bir ko'z selivedi, bo'g'zi g'iqqida bo'g'ilib, hol ahvoli xarablashdi. Sagi qozi kalon: Ko'zim torlashdimi yoki ko'glim to'g'rimi? Bu hamanan isbotlanadi. Biroq jamoat oldida bir musulmonni rasvo qilmoq axloqi munosib ish emas. Deganlarni o'ylab ulgurdida o'ziga g'ayrat berib rangini o'ngshidi. Üzülüp qolgan gepini ulidi. Ehtiyot yuzisidan ziyoda maqtoshlarni ozaytib, muborak nomini oxiriga yetkazdi. Hokimbek o'zi uchun tantana qilayotganlarga, egilgan bosh va tabassumli beqishlarga faqat beshni lingshtish bilan javob berdi va chedir tarafga qarab yo'l oldi. Taqdimatliklar bilan ko'zi orqali so'zlashayotgan qeyri mudarris putining uchiga qarab xiyol surib ketayotgan qozi kalonning peshini tortdi-da, og'zini uning qo'lqiga yaqin akilib: "Hazratli, ko'ginim, heliqi ishq og'a Doniyazmi yo uning arvohimi?" deb so'radi. Qozi kalon ma'nili qilib pichirladi: "Ko'zlariga dard ketmasin, ustoz. Yangi hokimbek shuni amisi. Shu bo'lmay kim bo'ladi? Anglamadilimi? Avu cheriklar uningga dongdorin deb iltifot ko'rsatyotdi. Heliqi baxmi Doniyaz zodi shumidi?" Qozi kalonning gapni uzartqusi kelmadimi bo'lg'ay, 10 yil muqaddam tamg'i bosqandek yodida qolgan battashiri chiroy Muhammad Yunusjonning huzurida uning bilan qilishgan gap so'zlar to'g'risida eg'iz echibmi o'ltirmadi. U qisqili qilib: "Imonim bilan qasam qilaman. Gap yo'q shu." DVD qeyri mudarris: "Undaqda ishimiz tugabdi" deb urib qo'ydi. Niyoz Hekimbek Yoqubbekni ko'ribla bir eg'izmi xush demay ketib qolgan yakan tupurqiga xuddi yalin oyoq cho'qqi dastigandek taslikda dassidi. Muboda Qashqardagi Suloli kattasi yo'g'onroq iltifot ko'rsatganida u o'ziga to'limi tunishliq va to'limi yod bo'lgan bu zaminga hatto oldinimi qilmas edi. Chunki uning yomon tush misoli kechirmishlarga chetishliq ochiq aslimilar dal mushu yurtda ko'milib yotadi. Ko'ziga cheliqadiganligi namoyandilar, to'pi bosgan sahrolar, soyib yurgan qosnoq bolalar, qopqi yomon navoylar, o'ti o'shgan gulaqlar da ayni to'mir tirnoqlarga o'g'ir mushukka aylanib uning ko'ni yarasini tatilaydi. Agar heliqi ishtonsiz qo'shni bolaning deganlari rost bo'lsa, o'zini bir parcha sisiq go'shtak tashlavatgan bag'ritosh ota-onasimi, qattiqqo'l o'tinchimi dal mushu tuproqqa dasab yuradi. O'ldi degandimu ularning qurib to'zib ketgan ko'rinmas zarralari, ruh arvohlari dal beshi ustida, ko'z oldida laylab yuradi. Asli zotini, yerginishlik o'tmishini biladigan,
O'zini paloni darin demay, palonchi munofiq deydigan. Yiliqi qiyri qozi kalandek og'zi yomon ko'n dushmanlaridan u texmu bezar edi. Taliyi kelgan oshu chog'larda palabmu, qaslabmu tugitalmagan o'lmugir tirik shahidlar Azroil bilan chiqishib olgandek bahramon yashab yuratdi. Biroq Niyaz Hekimbek vujudida 3 adovatdan o'zga hech qanday yaxshi ta'sirat bo'lmagan bu ko'ngilsiz yurtqa bu dövrem o'z roziligi bilan kelyotdi. Boshda u suloli cheriklarga umid bog'lamagan bo'lsa edi, Ladoq yo'li bilan Kashmirgami yoki biror ahmoq farg'onalik bilan chiqishib elib, Qo'qand, Namangan taraflarga ketganmi bo'ladi. Lekin u yurtlarda 15 yillik chog'liq mansab topalaydiganligidan shubhalangan Niyaz Hekimbek u yo'lga menishni xohlamadi. U suloli odamlarini o'zini tushungandek tushunadi. Ularning ko'zning yig'ini yeydigan xo'tan qoshtishini, jiringlab turadigan ajam tillasini, qimmat baholiq al terilarni jinidan e'tibor ko'rdiganini biladi. Oltin saqchilari bilan o'tkir qilishlarining bisini yondirg'ili. Muzdek so'q talatlarni mol dunyoning mehri bilan suvdek eritivatkili bo'ladiganligiga gumon qilmaydi. Shu sababdan u omati ketgan farg'onaliklarning o'lini ko'lib, omati kelayotgan sulol cheriklarga ixtiyoran qosh otdi. Suloli kattalarimi uningga qarab hijib qo'ydi. Biroq ishongan taqda kiyik yotmadi. Uni ko'zlagan mansabga ulashtirmadi. Bu rahimsiz reallik tunji qitim xato chut so'qib dog'da qolgan Niyaz Hekimbekning ko'ni odatini oz-to'la o'zgartishga, taqdiri ustida yangi boshdan o'ylanishga majbur qildi. U o'ylandi. Xato qilganini tan oldi-yu, yengilginiga zodili tan bergisi kelmadi. Oxir hiyli nayrang dalosida ot choptirib yurib, o'z manziliga ancha yiroq bo'lmagan qorong'ulikdan umid sho'lisini ko'rib qoldi. Chin qichushdiki qiyomiga yetgan quyoshdek tuyg'u bergan ana shu sho'la uning yurak qiytida ajoyib bir planni vujudga keltirdi. Faqat o'sha plan to'polon qornida to'ralgan o'ch elish planila uni mushu yurt tarafga boshlab keldi. Niyaz Hekimbek shaharga kirdi. Birer piyola choy o'tlashga ulgurmayla, yenicha yetib chilim bilan hapilishayotgan chingdarini ziyorat qildi. Ot beshida qoshdeshi, ishga hamyon qizil tillani uning qo'liga tutqizgandan keyin Yomul divoniga joylashdi. Ikkinchi kunidagi juma namozini yurt jamoati bilan birga o'qib, bozor rastlarni piyoda o'riladi. Cho'ng kichik o'quvchilarning gaz o'lchamlarini tekshirib, tarozini kam tutganlarni naq joyida 7 darra urg'izdi. Harom pul molni musodara qilib, oldangan xaridorning duosini oldi. Yetim yesirlarning ahvolini so'rab, Obdol divoniga pul puchak berdi. Dardmanlarning dardini so'rab, hunarvallarning hunarini maqtadi. Maktabga berib, mudarris xalfatlarga in'omlar berib, taliblarni ozod qildi. Har ishning va har kimning tegini bilishga qiziqadigan heliqi qiyri mudarris Niyaz Hekimbekka to kechqurgacha agishib yurdi. U Yomul darvozasidan kirib ketgandan keyinla Udul qozi kalanning uyiga qarab yo'l oldi. Amdili joy namozdan turgan qozi kalanni ko'rib, bo'sog'idan otlar otlamayla so'zlab ketdi. Hazratlari, yangi Hekimbekni Dongniyozning o'zi shu deb edilar-ku. Rost shundoq dedim. Ajab buni so'rab qoldilar-ku taqsir. Xudoya tova. Qozi kalan deganning-mi ozadigan chaqlari bo'lib ekan-da. Bu dunyoda bizlar emas, Hazrati Odam alayhissalomni ozg'on. Kaminlari ham ozg'oqning avlodi. Biroq ozg'inimning vajini aniq bilib, ondan tavba qilsam deyman. Hazratlari, deganlari barhaq. Bu dunyoda ozmaydigan bandi yo'q. Shug'unisi yangi Hekimbekdek obdan odamni Dongniyaz deganlari toza qamlashmadi-da. Voy, shu gapmidi? Mayli ishansizlar, mayli ishonmasizlar, yangi Hekimbek degani Dongniyozning dal o'zi. Deb kelsam gap to'la, lekin Dongniyaz deganni ko'zimni tengib qo'ysilimi tuniyman. Yana 10-20 yildan keyinmi tunib olaman. Bayam nima dedilar ustoz? Yangi hokim obdan odamkan dedilarmi? Ha, shundoq dedim hazratlari.
Yangi Hokimbek bilan Koni ishik og'isining bir odam ishkanligi yoki emasligi ustida ular xeylig'icha talashdi. Bu dars o'z ko'zi bilan ko'rganlarni birma-bir suratlab, "Nong anglagandan bir ko'rgan a'lo" degan tamsilni necha qaytim shep keltirdi. Oradan bir hafta o'tdi. Yana bir juma yetib keldi. Bu ishkaylan kelishib olgani bo'yicha Niyaz Hekimbekka to'p-to'g'ri 20 kun yoshirin ko'z silib yurdida, har ishkilisila ozg'onligiga iqror bo'lishdi. Deganlari durustkan. Yangi Hokimbek bilan Dongniyaz rostli bir odamkan. Faqat Alloh tavba qilguvchining tavbasini qabul qilguvchidir. Asiy bandasining gunohini mag'firat qilib, haq yo'lga boshlovchidir. Ko'rganimiz u karamlikning karomatiga bir misoldir. Demisimu burunqi munofiq, qonxo'r, chaqini Dongniyazning bugungi odil, rahimdil, salopatlik Niyaz Hekimbekka aylanishi uning asli zotini. Qo'y paylini biladigan odamlar uchun kun petishdan kun chiqqandek bir karomat hisoblanadi. Ning afsus. Ko'zlari ezqu tumoni bilan to'silgan bu odamlar Niyaz Hekimbekning vujudida tang salmoqni egilaydigan, jodugarning sirliq abdidek o'zgaralaydigan ikki yuzi, ikki dili va ikki tilining oran birini ko'ralaydi. Yomonlikqa emas, yaxshilikqa yon bosadigan. Yomonlikni yaxshilikqa jo'raydigan oq ko'ngil ovam uning boshqa bir yuzini, boshqa bir dilini ko'rishga texi ojiz edi. Uning asli qiyofati faqat pinhon joydala yoki kech kirib el oyig'i besiqqandala ondan oshkora bo'ladi. Niyaz Hekimbek Suloli cheriklari yati shaharning ujur-bujurini bilib bo'g'ichi qo'l silish, o'tni yakanda yiqib Qashqarga tutashtirish, Qashqar orqali Oqsuv xotinlarni qaram qilish degan muhim planini xotandagi cheg'idila ko'ngliga pukib qo'ygan edi. Yakandagi har bir harakatdami o'shu maxfiy planini bo'ylab ketib boradi. U kunduzlari el jamoatning ko'ziga to'pichasa, kechalari o'z zamonasida Yakanxon ombilining cherikchi ombalning xizmatini qilib yurgan ko'ni qoqoshlarni biror bahona bilan ko'zdan xoli bir yerga jam qiladi-da. Ko'rdinglarmi? Bu manjular o'z vaqtidagi manjular bilan zodili o'xshamaydi ekan. So'zsizki, bular o'chog'dagi manjularga ketman chapqonlarni tepib o'ltirmay qolmaydi. Peqirni bu yurtga Hokimbek qilishimi? Qarmoqni uzun tashlab, beliqning cho'ni tutish emasmi? Paqas bo'lili birodarlar. Beshimiz ketmasda biroz sabab qilili. Ular dinimizni oyoq osti qilib, qavmimizni quritib yetdi. Ulug'larimizning mozorlarini tuzlib yetib, madrasa, xonaqolarimizning o'rniga butxona soladi. Bu dinsizlar puttasab turib olguncha islom ichib g'azot qilmoq kerak. Deydi u Muhammad Yunusjon Dodxoqqa farmonbardorlik ko'rsatgan, o'z soyisidan o'zi urkib, bo'lin pushqoqlarda kun elib yurgan ushoq mansabdorlarni tepib. Niyaz Hekimbek shu tariqada somon taktidan suv qo'yib berdi. Bu yoshirin suv beparvo xon ombol va g'ofil cheriklarning saqili ostidan o'tib, xeyli yerlargacha yomridi. Ajal purib turgan dahshatli bishoratlar eg'izdan eg'izga ko'chib, xuddi qor pomzikini domlatgandek cho'ngiyverdi. 10 yil burunqi sahra oqsoqollaridan tortib, yomul ot boqarlarigacha, Koni Hokimbekning qo'riqchilaridan tortib, jorchilarigacha bo'lgan jimi odamni dakki-dukkiga silib qo'ydi. Madrasa xonaqolarining oyoq osti qilinishini o'lim bilan barobar ko'radigan taqvodor namozxonlarning, ishon so'pilarning odavat o'tig'i yog' chechib, g'ururini quturatdi. Ajdodlarining, avliyo buzrukvorlarning qabri ziyoratgohlariga tiklanmish bu xavf duogo'y musulmonlarning, oshiq darvishlarning nomusiga berib taqaldi. O'lim tashvishi, halokat vahimasi shaklsiz bir ofat bulutiga aylanib, yakin osmizda agishishga boshladi. Azrailning shapisini to'yib, jon qayg'usiga tushgan ansiz kishilar duo tilovat o'tkazib, mozor mashayiqlardan madad tiladi. Ota bo'g'illarning ruhiga sig'indi. Oxirida taqvodor musulmon bo'lib elib, qarg'u cho'shqanda qatrab yurgan sherif shaytondek o't quyruqlarning damiga tushib, Niyaz Hekimbekka yoshirin vakil avatdi. Ey bag'ri sunuq, tuvan bechora puhrolarim. Bu aptinglarga qarab ko'nglim buzildi. Yuragim etishdi. Kamina Hokimbeginglarning holini so'rasanglar, men sizlardan battar parishon,
va beoramdurman. Ko'nglinglar tuyib turibdiki, qachonki bu imonsizlarni bu yerdan qo'g'lab, yurt zaminni pak qilmoqcha bularımızın ruhi amin topmaydi. Beshimizdan riyozat ketmaydi. O'lsak, o'limimizdan Xudo rozi bo'lmaydi. Qur'on Karimda qayd qilinib turlarki, g'azat har bir musulmonga parhezdir. Dedi Niyaz Hekimdek ko'ziga liqqida yosh elib. Yetib qolg'uchi etib qol deb tikan ko'nila. O imonsizlar bir ish qilg'ucha, biz oldi bilan bir ish qilayli. O'lsak shahid bo'lamiz, sog' qolsak g'ozi bo'lamiz. Qani o'zlari bir yo'l ko'rsatsalar hokim begim. Deyishdi. Qani qizigan puhralar Niyaz Hekimbekka umidli ko'zlarini tikib. Niyaz Hekimbek tanqisliqda qolgandek qo'shilmasini turdi va ularga: Yurtning beshiga kun tushganda quloqimizni yupirib olsaqmi bo'lmas. Lekin bir shartim bor. 30 bari Qur'onni quchoqlab turib qasam ichinglar. Birla Hokimbekning og'ziga qarashqa, vaqt soati kamigacha hech kimga sir bermaslikka so'z beringlar, dedi. Niyaz Hekimbekning shundoq deyishini kutib turgan puhralar uning bu shartiga darhol ma'qul bo'lishdi. G'azotga ahdi tuzilgan shu kechidan boshlab Niyaz Hekimbekni markaz qilib tarqalgan bir qora o'mchik to'ri mozorlarga, qorong'u uylarga, yiroq sahrolarga so'zildi. Necha 10 qondaqchi, temirchilar joy-joylarda o'z ishini boshlavatdi. Shu kunlardan keyin talay ansizliklarni o'z jismida yo'shirib, shaklan tinchlik bilan yiqiblangan bir hafta vaqt tez va jimjitqina o'tib ketdi. Oradan bir juma o'tib, yana bir juma yetib keldi. Azon ovozi besiqib, oltinliq jamoasining imomi mehrib oldida paydo bo'lguncha, necha ming namozxon sepining eng oldida qoldirilgan bir kishilik o'rin bo'sh beti qiliverdi. O'zlarining taqvodor, puhroparvar hokim begiga chiqib ketgan soda puhrolarmu ko'ngil to'ridagi hurmat taxtida hokim bekkiga xos bir o'rinning bo'sh qolganligini his qilib, xilili beqaror bo'lishdi. Juma namozi o'z qarorida boshlanib, o'z qoidasi bo'yicha tamomlangan bo'lsa-mu, bu faxriy o'rinning bo'sh qilishi jama darvozasidan chiqayotganlar orasida kuchlik afsus va g'ulg'uli paydo qildi. Kishilar 3-4 bir bo'lib elib, tashvish va farzlarni o'ttirg'i tashlashdi. Hokim begimiz beshiga tog' yiqilsa-mu, juma namozni qazo qilmaydigan parhezkor musulmon edi. Muborak tanlariga sog'sizlik yetib qolgan bo'lmasin yana. Xayriyat, undaqmi bo'lmas. U zot tehi uzoq kunli peshin namozda biz bilan birga edi-ku. Rost tunugunki peshin namozda uni ko'rganlar bormi? Men sapning keyindirek turib qolgan ekanman. Mundaq sizlarga odamga kelyotdi. Hokim bey tunugunki peshin namozdimi ko'rinmadi. Namoz xubtandan tarqaganda nafsimi ko'zimga chiliqmadi. Har qaysinglar ko'rgansizlar balkim. Yo'qsa bizni ko'midik. Allah onun tenini salomat qilsin. O'z panohida saqlasin. Qanotlari keng ichib etilgan joma darvozasidan yer olgan ulug' suvdek eqib chiqayotgan jamoat orasida boshqacharak ruhlanib qolgan qozi kalanmu, ko'zlaridan g'amkinlik to'kilib turgan qiyri muddarismi bor edi. Biroq ular Niyaz Hekimbekning g'imida qorlig'ochdek vichirlashayotgan el yurtqimi, optoplik do'qmushlarda turib elib pichirlashayotgan kishilar to'pig'imi qaytilmadi. Qozi kalanning boshlashi bilan o'tar yo'l bo'yidagi ozoda va issiq choyxonaga kirib, keng supida badashqan qurib o'ltirishdi. Chiroyidan titit bo'layotganlikqa chiqib turgan mudarris chaynak va piyola ko'tarib kirgan samovarchi chiqib ketishiga taqozo bo'lib so'radi. Hazratlari, bayon bir gap qilganda qilib edilar. Qani desizlar, hokim begimga nim bo'pti zodi? Kesli eg'irmikan yo? Mudarris qista verganlikdan qozi kalan bir piyola choyni tugitib o'tlab bo'lmayla, koni o'lpitining talpiga ma'qul bo'ldi. U Sizlarga ehson, Doniyoz degan o munofiq nazarband ostiga elinibdi-dak. DVD bu gapni anglagan mudarris ixtiyorsiz o'rnidan turib ketdi va kaynidagi tomga yo'linib oldi. Nima dedilar? U qandoq bo'lib nazarband ostiga elinib qolgandi? Nemishqa bo'ladi? Qashqar xon ombili tayin qilib avatgan mansabdor uning ishikiga xon o'qini qadab qo'yibdi-dak. Xon o'qi qadalgan ishikning o'qi elib etilmaguncha echilmaydig'ini o'zlari obdan bilidilar. Cheriklar uningga to'nglikdan non tashlab bervasi kerak.
To'g'ri Xudoyim, ishkiga o'q qadug'idek qandoq cho'ng gunoh qilgan bo'g'iydi u hokim. Qon bilan kirgan qo'y jon bilan chiqadi degan tamsil bor emasmi? O yana shu koni qo'yni takrorlabdi. Cho'ng mansab bamidi deb, suloli kattalardan og'rinib, osh bergan qozonni chaqmoqchi bo'pti ekan. Noma'lum bir kishi uning yana munofiqlik yo'liga kirganini 7 shahar xon ombiliga chiqib qo'yibdi. 2 kundan beri uni qarmoqda tutib taftish qilyotgandak. Ya Rabbim, u xon ombilning itini og'zidan tushirmaydigan tursa, shundaqmi yuzsizlik qilamu texi. Seli yakanga kelgili ancha uzoq bo'lmadi ustoz. U burunmi shundaq qilgan, hozirmi shundaq qiladi. O'ylab baqsizlar, o'z qo'miga osiylik qilgan munofiqdan yana kimga vafo keladi deydilar. U shundaq hazrat biri. Ko'zimizni shundaq aplashtirib bo'yig'ini demandigan uning. Hay isit. To'zg'i ko'ngan it qo'parg'u ostida o'libdi degan shu. Munofiqning ko'rakuni shu bo'lmay nima? Tashqarida ko'tarilgan varang churung va jag'dumbaqning quloq meyini yegudek ullik ovozi ularning parg'ini uzib qo'ydi. Ikkalan suol nazarida qarashib oldida o'rnidan qo'zg'ilib choyxona eshigi oldiga chiqishdi. Yomul tarafdan kelayotgan dumboq ovozi borgancha yaqinlashdi. Ko'chaga to'lib ketgan odamlar to'pi qoq ishkiga bo'linib, jakarchi mingan egiz qiychirga yo'l berishdi. Uzoq o'tmay jakarchining ovozi hamma odamga aniq anglandi. Ey Yuhannas! Eshitdinglar, amuxas! Bu 7 shahar xon ombili yakan puhralarga shuni jakarlaydi-ki, jimi gunohi kabirlarni afu qilgan, kan qursoq Sulalı Hakonning katta himmatlariga qanoat qilmagan osi Doniyaz to'polon jinoyati ustida sheriklari bilan qo'shib qo'lga tushirildi. Ey Yuhannas! Eshitdinglar, amuxas! Ko'zi borlar ko'zi bilan, qo'liqi borlar qo'liqi bilan xabardor bo'lgayki, ushbu xiyonatning eng cho'ng gunohkori bo'lmish To'zkur Doniyaz Qashqar xon ombili oldiga yolab ilib berilib, inson ko'zi ko'migan, qo'liqi anglamagan dahshatli jazoga hukm qiling'usidir. To'polon jinoyatiga sherik bo'lmish jimi osiylar yakan xon ombilining jazosiga mahkumdir. Ey Yuhannas! Kimki noshkurlik qilib, Sulalı toifalarga o'rkolaydigan, gunohkor Doniyazga qarab, ko'rar kunini qiyos qilib, umrlik ibrat ilishsunlar. Jakarchining sal keynida Qashqar noib xon ombili, uning keynida to'pa qo'shilgan mahbus harvisi g'ichirlab kelmoqda edi. Belak to'mliqidagi terak bodirisi bilan puxtalangan harvida o'ri turg'izilib, harva ustidagi qilin taxtaydan beshi bilan qo'lili chiqarilgan bu gunohkorni soqili chiqqanligi kishilarning hammasi taniydi. Ko'kuch shoyi sallisi elib etilib, oddiy teri to'pilik kiydirilgan. Jing teshidek sangilab tushgan qopoqlari bilan ko'zi to'silgan. Chiroyi qozon kusidek qoraygan. Shalon soqili ta'tir o'rilgan. Mushtlari qizil mushtaq qizargan bu kishi boshqa biri emas, texi tunugilla ko'z bo'yab yurgan Osi Niyaz Hekimbek edi. Harvi to'pisida beshi atrofida jinoyat dalili bo'lgan uzun qisqa miltiqlar, parqirtib etilgan qilich xanjarlar bir do'yi o'tindek do'linib turadi. Qopoqlari o'smi qo'ygandek ko'kirib ketgachgimi, u ko'zini ocholmaydi. Ochdi degandimu munofiqlikning qurboniga aylangan. Qilchaqli qo'liqni ko'rmagan, 40 yillab ahmoq qilingan bu kishilarga qarg'uchilik jur'ati yo'q edi. Qaradimu, odamlarla emas, ota bo'g'ilarining qoq tuproqida yiltib surgan daldaraxlar. Kendi qini aralashgan tam to'pulamu ko'ziga tosh tuproq tiqmay qo'ymaydi. Agar u harvida emas, yerga dasab mongan bo'lsa-edi, yer o'z betida operida bo'lgan bu munofiq uchun izo tortib, uni osmonlarga qonqitayotganmi bo'ladi. Muboda osmonga qonqib qolsa, nomuschan bulutlar o'zini tog' keyniga yoshirar yoki o'tliq chaqmoqlari bilan uning tenini bir uchum kulga aylantirar edi. G'azablik shamol o'zi nafaslangan sop havoning yuzini qilmagan bu la'natkarni tomir qanotlari bilan urib, por-por qilib atmagicha buxodan chiqmaydi.
Niyaz Hekimбегнең игырны сөрәп килеп аткан мәхбус харвisi чайхана алдыга yetib kelganda, yeşi to'xtagan bir kishi мәхбусның yüzüge qaratib, şalaqqıda birini tükürüp etdi. Deyiz munafiq. Xan ambal cacağını bəgə ilahim. Ögziga chiqib olgan bir aylan ur-utuzkorni deb varqiradi. Taraf-tarafdan uchib kelgan chalma kesak orif ustiga xuddi mo'ldirdek to'kilishga boshladi. Ur o'ltir degan sada yakan osmonini bir oldi. Lanat nafratga ko'milgan bu mahbus harvisi shaharning cho'ng-kichik ko'chalarida to'liq bir qaytam aylantirilib, bosh ko'zi yerilgan, o'lik tirikligi noma'lum bo'lgan bu ibratlik mahbus yetkichi sazoyi qilingandan keyin 3 nafar cherikning muhofazatida Qashqar tarafga yo'lga selib etildi. Kech kirdi. Mahbus harvisi yurib ketgan taraf qon rangida qizardi. Odatdagidan burun boshlangan atiyaz shamli kech osmonini suzildirdi. Qaddini egib turgan eg'ir yukni irg'itib o'tgandek yengillab qolgan yakan shahri alyotqu bo'lmasdila uyquga ketdi. Uyqu bilan tang namoyon bo'lgan xayrlik tush manzarasi ta tong otquchi davomlashdi. Hatto tun bilan kun chegarasini bosib o'tib kunduzga ulashdi. Xotima, oxirgi nafaslar. Kechki quyoshning oxirgi sho'lisi yo'qolmasdan paydo bo'lgan gugum pardasi kun chiqishdan kun petishga qarab qora bo'ron sur'atida yeyilg'il turdi. Bepoyon toshliq soyning yiroq yoqilari bilan lav yiqishib yotgan ko'kish ufuq to'rt tarafdan tang qo'zg'ilib, uchirg'onligi mavjudotni o'z bag'rig'iga besib, soy ichini do'ppidak taraytib etdi. Quyoshning petishini kutib taqati taq bo'lgan yulduzlarmu bulutlar orasidan o'zini ko'rsatib, u marab yotgan och qushning ko'zlaridek sirliq pildirlashga boshladi. Odam bormi? O'tangda odam bormi deyapman. Gugum orasidan ayrilib chiqqan 3 otliq lashkar va jimjitlikni buzib g'ijirlab ketayotgan bir harva yo'l bo'yida tanho oroldek cho'qchib turgan ko'ni o'tang oldiga kelib to'xtadi. Oradan bir cherik bor ovozi bilan varqiradi. Qancha yildan beri odamsiz qolgan o'tang uylarining tomlari sho'ri bo'lib, o'gizlari echilib qolgan edi. O'gizlarga yepilgan bo'rilarning puchqoqlari Majnunning chechidek chuvilgan. Bo'ri orasidan oppoq vasalar monumentdab ko'rinib turadi. Tog' tarafdan uchib kelayotgan sovuq bahor shamili bo'ri chuvoqlari va yuchuqlar orasidan qisilib o'tib, yolg'izlik chalgandek ovoz chiqardi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Sizlar kim? Biz Azroil. Azroil? Sizlar nima qilmoqchisizlar? Jiningni tiningdan judo qilmoqchimiz. Oyjon! Oy botir cheriklar! Azroil keldi! Meni qutuldiringlar! Avara bo'lma, iflos hokim bek. Mayli kimni chaqir, baribir bekor. Bir umr qo'llari bo'lay. Nima desizlar, shuni qilay. Rahim qilib, bir qo'shiqimdan kessizlar. Men eski, men gunohkor. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur.